Fondagi programmani ko'plar so'rayotgandi, nima bu, qanaqa programma deb. Bu teplovizor bo'ladi. Mana podacha chiqib ketishi, hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana 46, 47 bo'layotgan bo'lsa, mana ham yoqda ham 47 gradus ko'rsatyapti. Почти 80% to'g'ri ko'rsatadi mana shu teplovizor. Shu teplovizordan Latviyaga zakaz beruvdik. Mana Akbarov Shoislom turibdi, 0775 nomerlarim bilan birga kelibdi. Hozir sizlarga ochib ko'rsataman. MLC kompaniyasiga tegishli mana shu teplovizor bo'ladi. Ko'rinishi xuddi shu. Ikkiga mana bu kamerasi. Type-C bo'ladi. Ichini ochamiz. Bu teplovizor iPhone 15, 16 hamda Androidlarga bemalol tushadi. Bemalol orqasiga tiqib ishlatsanglar bo'ladi. Parametrlarini mana bu qog'ozda yozgan. Mana bu parametrlari bo'ladi. -15 dan +600 gradusgacha ko'rsatadi. Buni ikki xil variantligisi bor. Mana bu 160 ga 120 ga kelgan 256 ga 192. Bu teplovizor ishlatganlar biladi, o'zi yaxshi. Bu ekranda qimillatganda qotishi bor-ku, o'shalarda qisqasi. Juda yaxshisini zakaz qilingan. Mana yozib qo'yilibdi mana. TR 256 i deb yozilgan, 2 ga 256 ga 192. Agar kimga mana shunaqa teplovizorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, nalichada bor, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.